Agar desam bugun televizorda, radioda, kinoda bir narsalarni qilib, bir pasda kelib shu tez yechinib, tez kiyinib, tez rolni o'ynab chiqib ketdingmi? O'zing nima maza qilding? Tomoshabin nima maza qildi? U 2 soat, 2,5 soat qaytarib bo'lmaydigan vaqtini senga berdi. Vaqtni qaytarib bo'lmaydi. O'sha 2 soatni seni ko'raman deb kelib berdi. U olgan bileti million so'm tursin. Uni aloqasi yo'q, lekin 2 soat, 2,5 soat umri ketdi. Vaqt ketdi. Sen ham bu vaqtdan hech narsa ola olmading. Tomoshabinlar hech narsa ola olmadi. Rim Ahmedovaning O'zbek Milliy akademik drama teatri sahnasida tomosha qilgan so'nggi spektakli Daraxtlar tik turib jon beradi asar edi. Bu asar aktrisa uchun alohida qimmatga ega bo'lgan. Negaki bir umr shu asar xayoli bilan yashagan edi.